Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Men ismim Muhammad Rizo. Readingdan 2 karra 9 sohibiman. Bugun sizlarga qanaqa qilib readingdan 2 karra umuman texnikasiz 9 olganimni, ochiq, hech qanaqa baland va rivoz gaplarsiz, samimiy suhbat asosida sizlarga aytib bermoqchiman. Ko'p studentlarim aytadi, readingdan 9 olish uchun qanaqa texnika qo'llash kerak? Ustoz, readingdan texnika o'rgating deyshadi. Men sizlarga bitta ochiq gapni aytaman. Readingda hech qanaqa texnika yo'q. Readingda oshirish uchun, readingda 9 chiqarish uchun yoki 7 plusga olib chiqish uchun readingda texnika yo'q. Buni tan olishingiz kerak. Buni hammamiz tan olishimiz kerak. Texnika bu shunchaki o'ylab topilgan narsa. Kimlardir o'sha maqsadiga muvofiq tarzda o'sha oson erishmoqchi bo'lgan odamlarga texnika o'rgataman deb aldab qopqonga tushirish uchun o'ylab topilgan narsa. Meni shaxsiy fikrim. Aslida readingda texnika yo'q. Nimaga? Bunga isbotlab beraman. Sizda o'zbek tilida agar qo'lingizga o'sha passageni bersam, deylik, o'sha bitta maqola bersam va o'sha reading passageda xuddi o'shanaqa savollarni sizga beradigan bo'lsam, sizga hech qanaqa texnikani keragi bo'lmaydi. O'shandan 40 tadan 40 ta topish uchun. Nimaga? Chunki siz passageda bitta o'qiysiz, o'zingizni native tilingizda yozilgan, siz o'qiysizda, savollarni birma-bir javob berishni boshlaysiz. Tushuntiralyapman? Ya'ni hech qanaqa texnikani aslida ishlatmaysiz. Kuluf bandada aytadi-yu, hech qanaqa sirli unsurni o'zi yo'q. Sirli masallig'ini o'zi yo'q hech qanaqa. Shunchaki vocab ba'zi comprehend qilish kerak, tushunish kerak. Tushunasiz, 40 tadan 40 ta olasiz. Tushunmasdan turib, passageni tushunmasdan, ichida bilmaydigan so'zlaringiz bir dunyo bo'lib turgan holatda siz 40 tadan 40 ta yecha olmaysiz. Buni tan oling. Men o'zim readingimni qanaqa qilib 9 darajaga olib chiqdim. Bu faqat va faqat o'qish bo'ldi. Reading har kuni o'qiysiz, bilmagan so'zlaringizni passagedan chiqarasiz, yodlaysiz, bo'ldi. Yagona masala mana shu. Bundan hech qanaqasiga qochib qutulib bo'lmaydi. Gapimga ishonavering. Nima qilish kerak? Har kuni kamida bitta kitobni olish kerak-da. Har kuni kamida 20 varaq kitob o'qing, 15 varaq kitob o'qing. Har kuni bitta maqola o'qing, tushunib o'qing, ya'ni tushunmasdan emas, tushunib o'qing. Ichidagi barcha so'zlarni biling. Shunaqa tarjima qilingki, haligini tarjima qilganingizdan maza qilib oling o'zingiz. Esingizdan chiqarmang. Kitob o'qiyotganingizda yoki maqola o'qiyotgan paytingizda siz IELTS balingizni umuman o'ylamang. IELTS balim ko'tarilib qolyaptimikin? Ustoz menga har kuni 20 varaq kitob o'qigin deyshodi. Bir hafta o'qidim, IELTSim ko'tarildimikin deb darrov test ishlab, necha ball ko'tarildi deb o'ylamang. IELTSni unuting. O'zbeklarda bitta maqol bor. Tikilgan qozon qaynamaydi. IELTS skorni unuting. Shunchaki enjoy qiling. O'qing, o'zingiz yoqtirgan kitobni oling. Oldin o'zbek tilida o'qigan bo'lsangiz, rus tilida o'qigan bo'lsangiz, o'shani haqiqiy ingliz variantini oling. O'shani o'qing. Har bitta so'zlarni tushuning. Ichidagi emotsiyalarni his qiling. Qanaqa voqelik bo'layotganini his qiling. Va o'sha kitobni yoki maqolani o'qiyotgan paytingizda siz bilmagan bir necha so'zlar chiqishi mumkin. O'shalarni alohida daftarga not qiling. Tarjimasini yozing va ularni bir-biriga bog'lab, zanjir uslubida story qilishga harakat qiling. Misol uchun, chair degan so'z chiqdi. Siz story tuzing. I like beautiful chair. Ketdi. Yana davom etib ketavering. Bilmagan so'zlaringiz bilan davom ettirib ketaverasiz. Chair bu stul bu chair qilib yodlamang. Iloji boricha kontekstda ishlatishga harakat qiling. Bu speakingga foyda bo'ladi. Undan keyin o'sha kitobni o'qiyotgan paytingizda yoki keyingi maqolani o'qiyotgan paytingizda agar yana shu so'z qaytalansa, darrov telefondan ko'rmangda, o'sha daftaringizni ochib ko'rishga harakat qiling. O'sha ikkinchi yoki 3-marta ko'rganingizda sizning miyangizga o'sha uzoq muddatli xotiraga tushib qoladi o'sha so'z. Meni readingimni 9 qilgan yana bir narsa bu Cinepar metodi. Nimaga buni Cinepar deb nomlaganman? Chunki bu juda ham tez ishlaydi qolgan metodlarga qaraganda. Men oldin nima qilardim? Birinchi reading passage ishlashdan oldin orqasini ochardim-da, javoblarni ko'rardim. Misol uchun 1 true, 2 false, 3 not given ko'rardim-da, keyin passagega qaytib nimaga aynan 1 trueligini o'zim uchun isbotlardim. Ya'ni aynan savolni ko'rardim, o'qirdim va passagega borardim. Nimaga aynan true bo'ldi? Nimaga aynan false bo'ldi? Nimaga aynan B bo'ldi? Nimaga aynan shu heading tushdi? Tushunyapsiz-a? Mana shuna qilib isbotlab readingni triklarini, readingni sizga qo'yadigan tuzoqlarni aniqlashingiz mumkin. Bu sizni reading borasidagi experience'ingizni yaxshi oshiradi. Demak, fuqarolar, bugungi darsimizni xulosalaymiz. Bugun darsda nimalar o'rgandik? Readingda hech qanaqa texnika yo'qligi. Ishoninglar gapimga, readingda texnika yo'q. Shunchaki haqiqatga tik boqing, ko'proq o'qing, ko'proq bilmagan so'zlaringiz ustida ishlang, ularni yodlang. O'zingizning vaqtingizni qanaqadir texnikalarda qidirish bilan yoki qanaqadir dezinformatsiyalar bilan vaqtingizni ketkazmang. Bundan ko'ra o'sha vaqtingizni passiv tarzda, shunchaki IELTSni esdan chiqargan holatda o'qing, aktiv tarzda reading passagelarni tahlil qiling, ana unda sizlar readingingiz 9 bo'ladi.